Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Navoiy hududiy filiali tomonidan targ'ib etilayotgan kuchlanish ko'rsatkichi bilak uzugi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Kuchlanish ko'rsatkichi bilak uzugi bu kuchlanish ostidagi bo'lgan barcha elektr qurilmalariga yaqinlashgan vaqtda signal orqali ogohlantiruvchi belgi beradi. Ushbu qurilma 4 ta pozitsiyada ishlaydi, ya'ni 0.4 kV, 10-35 kV, 110 va 220 kV da bo'lgan elektr qurilmalarda kuchlanish ostida bo'lganda o'sha kuchlanishda moslashtirilgan holatda qo'llash shart. Qurilmani asosiy himoya vositasi yoki qo'shimcha himoya vositasi sifatida foydalanish mumkin emas. Ushbu qurilma doimiy ravishda zaryadlash orqali quvvatlantirib turiladi. Shuni yodda tutish kerakki, har bir xodim ish jarayonida xavfsizlik texnikasi qoidalarini yodda tutishi shart. E'tiboringiz uchun rahmat.